Dunyoda hech kim qolmagan va hech kim qolmaydi. Allohning sunnati shunaqa. Yo kasal bo'lib o'ladi, yo sopasa bo'lib ketadi. Hech iloji yo'q bu narsani. Arab shoir aytayapti. Bu harakatlar to'xtaydi. Ko'zing, quloqing to'xtaydi. Qo'ling, oyog'ing to'xtaydi. Tillaring to'xtaydi. Hamma narsang to'xtab qoladi. Qani harakating? To'xtaydi bu harakatlar. Savoblar gapiradi. Ehsonlar gapiradi. Qilingan yaxshiliklaring gapiradi. Qarindosh urug' to'planib borib qabrga qo'yadi. Darrov orqasiga qaytib kelib o'tiradi uyda. Ana o'sha kunda bizga savob kerak bo'ladi, birodarlar. Dunyo mehmonxona. Ancha-muncha tanishlarimiz, ular ham mehmon. Kecha yo'q edi, bugun tanishib oldi, ertaga yo'q. Muammo yo'q. Al-muhim, eng muhimi, inson o'zi nafsi uchun harakat qilsin. Qishloq tilida aytganda, savob bo'ladigan qopi bo'lsa, shu qopini to'ldirib savobdan savobsin. Ertaga qiyomatda qabrda o'ziga kerak bo'ladi.